Алдыңқайда yaxshi qilgan ishim, mana bu tuxum yeyishibdi. Ma tuxumni degan zakaz qilganda bu kelib bo'pti. Ma qarasanglar bo'ldi, ma yerlik tuxum. Qaranglar, kichik-kichik. Andan keyin Muhammadovaning biz tuxum olgan bo'ldi. Ma 2 penzi tuxum 60 tal, ma 30 tal jami 90 tal tuxum. Mana et deganda yana 5 tal tuxum pishirib oldim. Cho'qim 2 tal tuxum yeyman. Bir oyda kun 2 tal tuxum yesam 60 tal tuxum bo'lamda. Mana bir penzdan 30 tal tuxum chiqqandan keyin men bir oyda 2 penza 60 tal tuxumni cho'qim yevatdim-chu. Andan keyin tushda yoki kechda tushdagilarda mush yerlik tuxumdan birini ba'zi jiltima, ba'zi jiltmayman. Chiqiblam ichib olaman stakanga kichikkin qaynoq suv bilan. Endi mening bu filmni ishlashimdagi o'zimning bir sababi bor. Men bundan burun og'rib qolganida anam tuxum iching desa, ho'y qilib qusib ketdim. Lekin hozir mush 5-oyingiz og'rib qolgandan buyon cho'qim tuxum ichishni o'zim odat qildim. O'ylab qolma ba'zi vaqtda mush tuxum ichmagan kunlarimda mening badanim nima yegan bo'lg'iydi deb. Uningdan boshqa cho'qim atiginsi mana bir qaç süt. Men aqlimni bilsam süt ichadiganman, to'q süt menga ham ziyon qilmaydi. Pishiq süt olsun mayli, xam süt olsun mayli, qattiq ziyon qilib ketmaydi. Ba'zilar süt ichsa için suraydigan menga ziyon qilmaydi. Oldin qayda eng yaxshi qilgan ishim shu 90 tal tuxum yebdim. Bu tuxumni hammamiz yeymiz, lekin o'zingizga bir nishon qilinglar. Bu tuxum yegandan keyin badan boshqacha o'zgaradi, rost. O'qon yaxshi bo'ldi. Andan keyin immun kuching yuqori ko'tarildi. Mening jiqadim talaga chiqsam, chechingiz bek chiroyli deydi. Menikidimi chechichi qadamlar bek jiq ko'chada, lekin shayrim qarab baqsam bo'ldi. Chechimda axbomini, lekin men endi jiqadimga qaraganda satrashxonlarga berib, ma chashrimni yunyon javob berib yoki oqsil berib, palon marka supini, palon bir narsa deganlarni ishitib ketmayman. Ichingizda yemagan narsaga hargiz ishingizni tepmaydi. Amal ba mushu tuxum yeyishni odat qilib beqinglar. Tuxum yegandan keyin o'zgarishmi boshqacha bo'ldi. Hargiz taladagi u kempot, bu kempot, u oqsillarni yemanglar. Mening oldin qayda eng yaxshi qilgan ishim yalanday mushtaq 3 penza tuxum yebdim. Bu tuxum bek azam narsa, lekin ko'pinchalarimiz yemaymiz, ammo go'sht narsalarni jiq yemayman, yesam bek badnim ko'tarmayman. Tuxumdan o'zimga buni odat qilishni yapmayapman. Shu sizlarga deydiganim, 2-oyning 1-kunidan boshlab cho'qim 60 tal tuxum yeyishni o'zingizning daftarga yozib qo'yinglar. Ham uylik bolalarni cho'qim yesin. Ishtaqlamdoq sinab beqinglar. Mana tuxumni cho'qim yeymiz. Andan keyin sizlarga yana bir qo'shib deb qo'ydiganim 3 tal badam bilan 1 tal xo'min cho'qim yanglar. Mush o'ruqlayotgan do'stlar olib qolsanglar, mush tuxumni etingiz cho'qim 2 tal yepmanglar. Mening burun tuxum yesam o'tam og'rib ketdi degan bir ko'z qarash bor ekan, lekin hozir o'tam og'riganini bilmadim. Og'rimidi ish qilib. Og'rib ketdi desak, og'rib ketdi ekan. Men xo'manda bu xo'miniki oqsil miqdori pek chiqqan ekan, bir kunlik mana kayfiyatdan shap ekan. Nima badam shu qash ko'z kirpik o'stirishganda konlar deydi. Badamdan 3 tal yeychimiz shu xo'midan 1 tal mushni tuxum bilan qo'shib yeb biringlar. Ana degan shu ta'tilda bolalaringlar topshiriq ishlagan vaqtda asl qobil faqat yaxshi bo'lsa, cho'qim 2 tuxum yesin. Mening ta'tillik uyda bir 4 savaqdashimniki bolalar bor, shular ingliz tilida o'rgatgan. Ash bolaning hammasiga cho'qim kuni 2 tuxum yesin, 3 tuxum yesin deb ashlar vazifa qilmoqchi. Shular shuning sizlarga deydiganim, bolalaringlar yemismi chiroyli bolam, yigit bolam deb ayqilib turib, tuxumni cho'qim yegizinglarmi? Xo'sh.